Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joyidagi barliq qarindoshlar, men bugun guvohlik bermoqchi. Urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchi. Mening ismim Tursunali Ayub, Sharq Turkistonning Yakan noyisidan. Men 2013-yili Turkiyaga chiqqanlik sabab bilan 2017-yili mening inam Muhammadali Ayubni 45 yosh jazo lageriga tutib ekir ketgan tarbiyalash markaziga mening inam vatanimizniki 2 darajalik oshpazlik unvoni olgan o'zining egiligi bor. Shunday bir odamni o'zi tarbiyalash markaziga ekir ketgancha hozirgacha izdirik yo'q. Singlim Abdushukur, singlimniki yo'ldoshi Abdushukur, Abdushukurni 2017-yil tutib ekir ketgancha hozirgacha izdirik yo'q. Singlimniki o'g'li Mardan Abdushukur 20 yosh, hozirgacha izdirik yo'q. 2017-yil tutib ekir ketgancha kichik bolalarniki nadaligini bilmayman. Vatanimizning Sharq Turkistonniki Qo'rchoq hokimiyat bo'lgan Shuhrat Zokir kamp jazo lageridagi butkul Uyg'urni qo'yib berdi. Hozir jazo lagerida birmi Uyg'ur yo'q deb bayonot berdi. 2 yilni yo'q, men urug' tuqqanlarim bilan aloqalanmadim. Mening urug' tuqqanlarim nerede? Hurmatli qarindoshlar, shuni ko'plab ta'qib qo'ysanglar.